Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 12 noyabr kuni dunyoning har qaysi joylaridagi demokratik davlatlarda yashayotgan Şərq Türkistanlıqlar Şərq Türkistan Cumhuriyeti qurilganligining 90 va 79-yilligini xotirlash munosabati bilan namoyish o'tkazdi. Washingtondagi Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishga Şərq Türkistan sürgündə hökuməti mas'ullari va parlament a'zolarini o'z ichiga olgan Şərq Türkistanlıqlar, shundaqla ba'zi Şərq Türkistan do'stlari qatnashib, Amerika hökuməti boshliq dunyodagi demokratik davlatlardan Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'oliyati va mustamlikasini oxirlashtirish uchun kuchlik harakat qo'llanishni talab qildi. Şərq Türkistan Milliy Uyg'onish tashkilotining qurg'uvchisi, Şərq Türkistan sürgündə hökumatining tashqi ishlar ministri, Hökumət muavin ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi: "Apandilar, xonimlar, yaxshimisizlar? Biz bugun 1933-yilda qurilgan Şərq Türkistan Cumhuriyetining 90 yilligini, 1944-yilda qurilgan Şərq Türkistan Cumhuriyetining 79 yilligini xotirlash munosabati bilan jam bo'ldik. Bu fursat yolg'iz xotirlash fursati bo'lib qolmay, balki yana Şərq Türkistan xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash, o'rlikini, mustaqilligini qo'lga keltirish huquqiga erishish uchun kurash qiladiganligini kuchlik bir shaklda xotirlatish fursatidan iborat. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bo'lish sifatimiz bilan biz dunyoning bir millatning qaysar irodasi, keskin baho berib aniqlash va ko'rsatma berish talabini tinchlantirish vaziyati oldida turmoqdamiz. Tariximizga qaraydigan bo'lsak, xalqimiz O'rta Osiyo madaniyatining har bir mezgilida egilik huquqini va izzat hurmatini qo'g'dashda muhim rol o'ynab kelgan. Şərq Türkistan Osiyo meroslari va madaniyatidagi ko'p xilligi, muvaffaqiyatli tijorati, madaniyat almashtirish qatorliq sohalarda ming yillik tarixga ega bir zamin. Bu tuproqning insonlari bu an'anaga ega chiqdi va kuchli bir jamiyatni shakllantirdi. Şərq Türkistonni bo'ysundirish, kontrol qilish sohasi o'tgan 2 asrdan beri Şərq Türkistan ustida agib yurdi. Şərq Türkistan xalqi tarixning cho'nqur jasorat va birlik siniqini boshdan kechirdi. 90 yil ilgirki bugungi kunda, ya'ni 1933-yili 11-oyning 12-kuni ota-bobolarimiz hamkorlik ichida Şərq Türkistan Cumhuriyetini e'lon qildi. Mana bu Şərq Türkistan Cumhuriyetining qurilishi bizning milliy kimligimizni, hur, egilik huquqli davlatga erishishga haqli ekanligimizni isbotlashga yetarli. Garchi mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyetini ag'dirib tashlash xirisi mavjud bo'lsa-mu, mustaqillik yalqini davomli tutishib turdi. Natijada 1944-yili 11-oyning 12-kuni ikkinchi qatimliq mustaqil jumhuriyatimiz e'lon qilindi. Xalqimiz adolat bilan hokimiyat yurgizish huquqini yurgizish va'dasida ching turgan bo'lsa-mu, jug'rafiyalik siyosiy munosabat yana bir qatim salbiy rol o'ynadi. Atalmish Xitoy Xalq Jumhuriyati maydonga kelib, mustaqil egilik huquqli Şərq Türkistan davlatini ag'dirib tashlab, ishg'ol qilib oldi. Bu ishg'oliyat bugungi kunga qadar davomlashib kelayotgan qiynash, assimilyatsiya qilish, izchil zulm qilish, mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik yurgizishdek qorong'u davrni keltirib chiqardi. 74 yildan beri bardoshlik berib kelgandimi, tili yo'qotildi. Inson haqlari daxli taruzga uchirdi. Ayollar tug'mas qilib etildi. Bolalar ota-onasidan ayirib etildi. Millionlagan xalq jazo lagerlariga, turmalarga qiynab o'ldirish maqsadi bilan qamaldi. Xitoy tajovuzchi hukumatining sistemlik irqiy qirg'inchilik siyosati hatto bolalarni asla umidsizlikka tushirmadi. Natijada vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish xalqning hurlikka erishishidagi birdan-bir chora bo'ldi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti bo'lish sifatimiz bilan bir millatning milliy mustaqillik da'vosi uchun kurash qilish, davlatimizga xalqaro sahnada adolatni talab qilgan insonlar uchun adolatni elib kelish majburiyatini ustimizga oldik. Bu harakat hurlik, mustaqillik va o'z-o'ziga xo'ja bo'lish harakati. Bu harakat biz xalqaro jamiyat va ittifoqdoshlarning Xitoyning Şərq Türkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, ishg'oliyatini va mustamlikasini e'tirof qilishdek majburiyatini ado qilishni, qarshiliklarimiz da'vosimizning bir millat, bir davlatning haqliq da'vosi ekanligiga doir bir vasiyatni qo'llashini talab qiladi. Davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni tunish muhim bir qadam. Asosliq muhim bo'lgani mustaqillikka asliga kelgan, xalq o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan, hur yashay oladigan, erkin nafas ola oladigan mustaqil egilik huquqli gullangan Şərq Türkistan Cumhuriyeti.
Biz bugün örlükning simvoli bo'lgan Oqsaroyning oldida turib, xalqaro jamiyatni bizning mustaqilligimizni asliga keltirish ko'rishimizga qaytilishini talab qilamiz. Biz yolg'iz e'tirof qilishni talab qilib qolmay, harakatga kelishga, barliq demokratik davlatlarning Sharq Turkiston uchun o'rnidan turishga, mustaqillikni asliga keltirish ko'rishiga yordam berishga chaqiriq qilamiz. Sharq Turkistonning mustaqillikka duch kelgan barliq zulm va qiyinchiliklardan qutulishning muhim kapolati. U erkinlik va adolatning hikoyasi. Biz Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqillik kunini xotirlayotgan vaqtimizda Sharq Turkistondagi turk xalqining kimligi, kelajagi va mustaqillik davlati uchun kurash qilishdek va'damizni yangilaymiz. Bizning bugun Sharq Turkiston Cumhuriyetining 90 va 79-yilligini xotirlashimiz yolg'iz o'tmishimizni aks ettirib qolmay, yana kelgusi uchun muhim talablarimizni, kelgusidagi hurlik va dunyoning adolatini aks ettirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati bo'lish suhbatimiz bilan biz bugun Oqsaroyning oldida turib, Prezident Baydenga bevosita shundoq chaqiriq qilamiz. Amerika hukumati barliq demokratik davlatlarning rahbari bo'lish bilan jiddiy turda Sharq Turkistonning mustaqillikka va hurlikka erishishiga yordam berishi, zulmga uchrayotgan insonlarning mustabid hokimiyatning irqiy qirg'inchiligiga, mustamlika va ishg'oliyatiga qarshi qilayotgan kurashini qo'llab yordam berishi, Prezident Bayden hukumati erkinlik va adolatning prinsiplarini yoqilg'uchi bo'lish bilan Sharq Turkiston xalqining yanada o'rin olishi, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblishi, amaliy ahamiyatli harakat qilinib, Sharq Turkistondagi insoniyat krizisini hal qilishi lozim. Dunyo rahbariga beradigan uchurimiz aniq. Qonuniy yo'llar orqali bostirishga, mustamlikaga, ishg'oliyatga, izchil davom qilayotgan zulm, irqiy qirg'inchilikqa jang e'lon qilish. Buning uchun Sharq Turkiston surgunda hukumati dunyo sahnasida davlatlarning diplomatik aralashishini, davlatlar bilan diplomatik munosabat o'rnatishni xohlaydi. Biz xalqaro sahnada talablarimizni yangilaydigan ittifoqdoshlarga muhtoj. Biz barpo qiladigan kelajakdagi Sharq Turkiston tinch, gullangan demokratiya prinsiplariga amal qiladigan, inson haqlariga hurmat qiladigan Sharq Turkiston davlatidan iborat. Buning uchun biz erkin dunyodagi davlat rahbarlarining bizning kurashlarimizni qo'llashiga tayinamiz. Mustaqilligimizga va adolatga erishishimiz uchun hamkorlik o'rnatamiz. Biz Prezident Bayden va g'arbdagi davlat rahbarlaridan bizga ittifoqdosh bo'lib, mustaqillik, adolat va hurlikka erishishimizga yordam qilishni talab qilamiz. Mustaqil, hur, gullangan Sharq Turkiston orqali tarixning yangi bir betini ochaylik dedi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur raisi Mantinon Ali apandimo muhim so'z qilib, biz bugun oldingi asrda 1933-yili qurilgan va 1944-yili qayta qurilgan ikki qatimliq jumhuriyatimizni xotirlab turibmiz. Bugungi kunda Xitoy g'oyat zo'r kuch-qudratga ega, ammo bu qudratli kuch Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizib kelmoqda. Xitoy davlati irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat ishlaydigan jinoyatchi davlat. Davlatlar hozir Xitoydan iborat inson hayotini, erkinligini buzg'unchilikka uchratadigan, inson haqlarini xohlagancha dafsanda qiladigan razil davlat bilan tijorat munosabatini quyuqlashtirmoqda. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan boshlab 74 yil mobaynida mustamlika, assimilyatsiya siyosati yurgizdi. Biz uning siyosatini alam bilan rad qilamiz. Qarshi turamiz. Xitoy davlatining Sharq Turkiston ishg'oliyatini rad qilamiz. Chunki biz Xitoylardan til, diniy e'tiqod, kultur, tarix, hatto orzu-istaklarimizgacha tamoman farqli. Xitoy mana shu farqlarimizni yo'qotib, o'ziga o'xshatib olish uchun vahshiylik qilmoqda. Ammo biz o'z farqlarimizni saqlab qolish uchun kurash qilmoqdamiz. Bugun Amerika hukumatlar emas, dunyodagi barliq hukumatlar Xitoyni rozi qilyotdi. Davlatlar shuni unutmaslikka lozimki, jim turganda bizga o'xshash yo'qolish, mustamlika, hatto irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'ladi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtab qolgani yo'q. Chunki eng oddiy bir paket Xitoyning azaldan maqsadi dunyoning xo'jasi bo'lish. Bizning bu yerda bugungi yig'ilishimizdagi maqsad yolg'iz o'zimizning ahvolini bildirish bo'lib qolmay, balki yana har qaysi davlatlarni va xalqini ogohlantirish. Bizning kirsimiz kelgusida sizning kirsingizga aylanishi mumkin. Biz sizlardan o'zimiz uchun emas, balki o'zinglar va insoniyat uchun yordam talab qilamiz. Bo'lmasa Xitoyning dunyoni mustamlika qilish, bo'ysundirish qariniyatidan yondirg'ili bo'lmaydi. Bu insonlik teshi rezilliklarni faqat birlik bo'lganda to'xtatqili bo'ladi. Biz Amerikaning demokratik dunyoning boshlang'isi bo'lish sifati bilan barliq insoniyatning baxsh saodati uchun Xitoyning barliq vahshiy qilmishlarini to'xtatishi, Xitoyni chekindirishi va oldini olishni talab qilamiz dedi.
Sharq Turkiston Milliy Uyg'onish Tashkilotining ayollar va bolalar direktori Amanisa Muxlisi xonim muhim so'z qilib, Sharq Turkistonda oldingi asrda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyatining qurilganligini xotirlash munosabati bilan Sharq Turkistondagi barliq ayollar va bolalarga vakolatan ularning ovozini chiqarganligini, Sharq Turkistondagi ayollarning jazo lageri va turmalarga qamalib, vahshiylarcha tajovuz qilinish, tug'mas qilib etilish, omilisini majburiy tushirib etish, to'y qilishga majburlash, organlarini sug'urib olishdek irqiy qirg'inchilikqa, ro'yi va jismoniy jihatdagi besimga duch kelganligini, 850 mingdan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalarining oilasi ota-onasidan ayirib etilib, davlatning yatoqliq maktablari va doristanlariga qamalib, mingisini yo'yilib, o'z milliy salohiyatidan ayirib etilib, etnik yo'qolishga mahkum bo'lib, ixtiyor qilib yetishtirilib, tasavvur qilingsiz zulmga uchrayotganligini, Sharq Turkiston xalqining Xitoy Sharq Turkistonni 1949-yili ishg'ol qilib olgandan boshlab bugungacha irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lib kelayotganligini, Xitoyning maqsadining Uyg'urlarni yo'qotib, ularning naslini unutildirishni, Xitoyga aylanib ketishni maqsad qilganligini, Uyg'ur ayollariga vakolatan xalqaro jamiyat, ayollar va bolalar huquqini qo'g'daydigan barliq tashkilotlar, dunyodagi har qanday shaxsning, mayli u har qanday irq yoki din mansubi bo'lishidan qat'iy nazar sukutni buzishini, ahamiyatli harakat qo'llanishini talab qiladiganligini, Uyg'ur ayollarining boshqa har qanday ayollardan farqlanmaydiganligini, Uyg'ur ayollar va bolalarning eng go'zal yashash sharoitiga erishishga haqli ekanligini, dunyo sukut qilgan sari texmo adolatsizlikning maydonga chiqadiganligini, shunga oldi bilan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kerakligini, Sharq Turkiston mustaqil bo'lmaganda kishilik huquqdan so'z ochqila bo'lmaydiganligini, Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmaganligini va mangu bo'lmaydiganligini, ayollarsiz kelajakning, davlatning, millatning mavjud bo'la olmaydiganligini, Sharq Turkistondagi bolalar va ayollar uchun birlikda adolatni talab qilishga chaqirdiganligini aytdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur Apandi Uyg'urcha bayonot berib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan kundan boshlab irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligi, qari yosh, cho'ng kichik ayol hammasini o'ltirishining sababining Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining Sharq Turkiston davlatining egillari bo'lganligidan ekanligi, Amerika hukumati dunyodagi davlat hukumatlarining qayta takrorlanmasin degan va'dasida ching turib, birlashib Xitoyni to'xtatmaganda avval Sharq Turkiston xalqining yo'qib, buning ta'sirining asta-asta O'rta Osiyo xalqiga keladiganligini, zulmning borgan sari dunyoga kengaydiganligini, shunga barliq insoniyatning baxtsizligi uchun avval dunyoning Sharq Turkistonga yordam berishi kerakligini, buning uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llab yordam berishini talab qiladiganligini aytdi. Shu orda olingandan keyin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi xalqimizga xitob qildi. Qurolliq inqilob qilmasak, agar biz xalqaroga bizga boshqa yo'l qolmadi, bizni qo'lla, biz to'ya deb jakalmasak, bu fursat kelmaydi qarindoshlar. Biz hargiz qutulolmaymiz. Xitoyninki atalmış demokratchilarni mukodik, kommunistni mukodik, militaristni mukodik, millatchini mukodik, hammasini ko'rib keldik. Hatta o'zini musulmon deb bizni aldab tunganlar, Xitoylar musulmonlarni mukodik. Ulardan bizga qilchi bir manfaat kelmaydi. Ulardan bizga qilchi bir sharrish kelmaydi. Do'stlik kelmaydi. Dushmanni tunish kerak aziz qarindoshlar. Biz hammamiz dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlar, rahbarlar, hammamiz bizning birinchi nishonimiz, oxirgi nishonimiz emas, birinchi nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirgandan keyin bizningki hammamizning arzu qilayotgan o kishilik huquqlarimizmi bo'ladi? Hammamizning arzu qilayotgan o diniy erkinlikmi bo'ladi? Hammamizning arzu qilayotgan o demokratiyami bo'ladi? Ammo davlatimizni qurmasak, biz qirilib yo'qolib ketamiz aziz qarindoshlar. Bizga eng oxirgi bir fursat kelyapti. Bu fursatdan foydalanishimiz kerak. Bu fursatga tayyor bo'lishimiz kerak. Hammamiz o'xshash talabni qilishimiz kerak. Hammamiz o'xshash shuarni qilishimiz kerak. Hammamiz o'xshash yo'lni tutishimiz kerak. Hozirgi paytda agar Sharq Turkistonning mustaqilligiga qarshi so'z, harakat bo'lganlar bo'lsa, ular
açık münafık hainlardı ve ularni hain münafık deb bilishimiz kerak. Ve o hain münafıklarga milletimizning nomini satib, devletimizning ulug' nomini satib, milletining qon bedeli bilan pul tepib, milletning davosini satishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Ulug' Allah hammamizga jasorat ato qilsin. Ulug' Allah hammamizga kuch qudrat ato qilsin. Ulug' Allah hammamizga birlik barobarlik ato qilsin. Ulug' Allah hammamizga dushmanni tunuk fursatini ato qilsin. Ulug' Allah o'z panohidan bizga yordamchilarni yozsin. Sizning yordamchilarni yotib, qo'limizga Sharq Turkistonni ozod qiladigan kerakli har turli yordamlarni beradigan do'st davlatlarni bizning oldimizga yozsin. Va bizning safimizni, bizning davoimizni, bizning millatimizni hainlardan, munofiqlardan, sotqinlardan yiroq tutsin. Hainlarni, munofiqlarni, sotqinlarni yer bilan yakson qilsin. Aziz qarindoshlar, yana oxirgi deydiganim yana o'xshash. Bizningki mustaqil davlatimizni asli keltirmay boshqa qutulishimiz yo'q. Bu bizningki, hammamizningki birinchi nishonimiz bo'lishi kerak. Hammamiz mushu nishonni birinchi qilishimiz kerak. Nishonimiz mustaqil bo'lishi kerak, mustaqillik bo'lishi kerak. Davlatimizning mustaqilligini asli keltirish kerak. Kirish bo'lishi kerak. Undan keyin boshqa ushaq demokratiyamizni, erkinligimizni, kishilik huquqimizni, diniy erkinligimizni, tilimizni, madaniyatimizni saqlab qolaymiz. Davlat bo'lsa hammasi bo'ladi qarindoshlar. Davlat bo'lmasa mana shunda 74 yilning yozi qirilib, ishg'oliyat ostida qilib, o'z makonlarimizdan surgun bo'lib qolamiz qarindoshlar. Bizning xalqimiz bu bizning Sharq Turkistonda o'layotgan turmalarda kunda minglab qirilayotgan akillarimiz, analarimiz, dadalarimiz, otalarimiz, adillarimiz, qizlarimiz, avlodlarimiz bizdan umid kutyapti. Bizning o'yg'ilib ularni qutqizishni talab qilyapti. Bizningki shahid ajdodlarimizning ruhi go'ri turibmi bizni bu davlatimizni asli keltirishga buyruq qilyapti. Biz davlatimiz bo'lsa, undan keyin amonligimiz bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun hammamiz bu yo'lda nim qilishimiz kerak. Hammamiz o'xshash nishonda bo'lishimiz kerak. Hammamiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asli keltirish uchun yelimizni, menimizni, qilimizni fido qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Rahmat. Ammo'larniki yana mustaqillik shuningla qutlug' bo'lsin. Biz cho'qim yaqin kelgusida mustaqil bo'lamiz. Buning hammanglar shuninglar bu da'vo avlodlarimiz qilmaydi. Avlodlarimizga mustaqil Sharq Turkiston qoldiramiz. Bundan boshqa Kanadaning Alberta shahrida Sharq Turkiston Cumhuriyatining qurilganligini xotirlash munosabati bilan mustaqillikni qo'lga keltirish uchun dunyoni qo'zg'ash maqsadida namoyish o'tkazildi. Sharq Turkiston Cumhuriyatining qurilishi va ishg'ol qilinish tarixi, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin elib borgan zulmlari, bo'libmi yaqinqi bir necha yil mobaynidagi dahshatlik irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning kishining xayoliga kelmaydigan dahshatlik bostirishi tunishtirildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyligini oxirlashtirishning birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lmoqcha Sharq Turkiston xalqining haqiqiy erkinlikka, kishilik huquqlariga erisholmaydiganligi ta'kidlandi. Xalqaro sudning Xitoy jallodlarini jazolash uchun Amerika hukumati, Kanada va Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo barliq davlatlarni, Yevropadagi demokratik davlatlarni Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan da'voni qo'llashini, Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilishini
va Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelish uchun mustaqillik ko'rishimizni qo'llab, yordam berishini talab qiladiganligini aytdi. Shvetsiyadami Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilganligining 79 va 90 yilligini xotirlash munosabati bilan Shvetsiya Uyg'ur komitetining tashkillanishi orqasida namoyish o'tkazildi. Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishi va og'dirilishi Xitoyning Sharq Turkistonni besib olgandan keyin yurgizib kelgan bostirishi yaqinqi yillardan buyangi dahshatli irqiy qirg'inchilikqa angltildi. Sharq Turkiston xalqining o'rlikka erishishidagi birdan-bir yo'lning Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga keltirilishi ekanligi va xalqaro jamiyatdan yordam talab qilganligi bayon qilindi. Gollandiyada namoyish o'tkazildi. Amsterdamdagi Dam maydoniga yig'ilgan Sharq Turkistonliklar Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilganligining 90 va 79 yilligini xotirladi. Golland tili va arab tiliga o'xshash bir necha tilda axborot e'lon qilinib, ikki qatimliq jumhuriyatning qurilishi, Sharq Turkistonning ishg'ol qilinish tarixi, Xitoyning vahshiy zulmlari, assimilyatsiya, mustamlik va irqiy qirg'inchilik siyosati anglitildi. Sharq Turkiston mustaqillikka erishmaguncha Sharq Turkiston xalqining o'rlikka, kishilik huquqlariga erisholmaydiganligi, Xitoyning dunyoga baloyi ofat elib keladiganligi, shunga insoniyatning xotirjamligi, Sharq Turkiston xalqining erkinligi uchun dunyoning Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashini talab qiladiganligi bayon qilindi. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanayları. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmanlaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.